boya bitta narsani esladim, o'shani sizlarga aytib bermoqchiman. U so'roqchalarim endi qizimadi. Endi gapda endi. O'tgan yilisidan oldinmi babushkam kelgandilar. Babushkamning yoshlari katta. Bir 80 ga yaqin, tochnisini bilmayman nechidalar. Oyimni ishlaydigan joylaridan mehmonga chaqirishdi-da. Pinko chekilsana qizim. Hammamiz oilaviy mehmonga bordik. Bir-birlarini tushunmaydi-yu, perevod qilib beryapman gaplarini. Xotin so'rayapti-da, babushkamdan. Kuyoving qalay? Yoqdimi kuyoving deyaptilar. Babushkam turkcha tushunmaydilar, men perevod qilib tushuntirib beryapman. Domototon foretmi kitob pursen deyapman-da. Babushkamning miyalariga opamning erlari emas-ku, qizlarini erlari keldi. Ya'ni bitta pochcham anaqada alkogol ichadilar-da. O'sha eslariga keldi-da. Yo prosta gapga ham tushuntirib bersa mayli edi-da. Gapga tushuntirsa, men unga normallik qilib tushuntirardim, ya'ni. Endi bizlarning normal deb o'ylamasin deb. Babushkam qanaqa qilib tushuntirdilar. Uyoqqa perevod kerak emas-da, mana qo'ydilar. Mana qo'ydilar. No. İçeride. Keyin u hayronman, o qaryapti-da, keyin aytibman, unaqa qilmang, odamni sharmanda qilib. U kuyovingiz emas, opam erini so'rayapti desam menga, bumi? Vo. Odamlar govdali demayaptilar-da. U yoqda bashi perevod kerak emas deb babushka mimika bilan gapirib tashladilar.